Biz bugün taomimizda shashlik qilamiz. Chiroyli tozalab qo'ysana tomni. Havo dahshat. Havo ham zo'r bo'lyapti. Juda zo'r. Bahor bo'lib qopti. Choy dok. O't yoqishni boshlasak bo'ldi. O't yoqishlarni shunchalik mana bunday qilamiz. Ochamiz. Okay. Maska. Ochib olayapti. Go'shtimiz ham tayyor. Endi sixlaymiz. Ushladik. Shashlik qilyaptilar. Mo'madalxon. Mana.
o'zi qiyma qilib, o'zi tayyorlab, mana narsasini qilyapti. Shashlik, haqiqiy shashlik. Haqiqiy shashlik. Yesa bo'ladigan. Yesa bo'ladigan haqiqiy shashlik. Tabiiy, toza mahsulot. To'g'rimi? Bo'p. Shashliklarimiz issiqlandi. Mana endi ularni pishirishga olib chiqib ketamiz tomga. Shashlikga olib chiqdik. Endi kulchap-chap o'tirsa o't yoqib. Mazai va havo ham вообще romantik-ku. Qale o't yonyaptimi? Olingchi mana uni. Boshlaymiz endi. Hali to'liq yonib bo'lmabdi, bir 2 minut yana yoqaylik. Demak, boshladik. O'nta sig'arkanda. Sekin yaxshi turasan. Уже mana qizarishni boshladi. Hidini qara. Zo'r. Wow. Ovoz qara, ovoz. Просто bitta narsadan qo'rqitdim-a. Tushib ketishi mumkin, ba'zilari. Endi yana ham chiqdi hidi mana. Turaversa yaxshi ekan o'zi. Ba'zi birlarni you need to take care of them, yaxshilab qarash kerak. Chunki professional shashlikchi emasmiz. Tushib ketishi mumkin-da. Professionallikdan ketishmaydimi? Tushmaydi. Ular qarab o'tirmaydi. Ular yana og'daradi pishadi. sixlaganda boshqacharoq qilib sixlaydimikin? Yo'q, qanaqadir haligisini. Mana go'sht o'zini tayyorlaganda bir narsalar qo'shadi. Anaqa. Esimda yo'q. Bitta qilib turadiganmi birlashtirib? Bizaniki ham bitta-yu, tezcha kraklari bor. Okay. Nimaga bu safar to'g'ramchi qilmadik? Davom qilardik-ku. Menga to'rg'amchi qanaqadir yoqmayapti. To'rg'amchiga zo'r go'sht bo'lishi kerak-da. Qattiq chiqib qolyapti. Zo'r qilib o'rganmagunimcha, o'sha yaxshi go'sht topmagunimcha qilmay turamiz. Naqadar yaxshi chiqdi-yu yangi yilda. Lekin baribir yoqmadi-da menga. Dayjon chiqyapti shekilli. Eshik ochildi. O'chirib. Tayyor pishdi, o'tni o'chirdik, endi yeymiz. Ko'raylikchi, ha? Aha, bemalol da. Qani? Bo'ladimi? Zo'r. Mo'yjon. Internetga chiqib ketsa bo'lmaydi. Ketdik. Qani bir yeb ko'raylikchi. Chala uzilib qolgan. Tuzlari ham normal. Juda zo'r. Ko'rganlaring uchun rahmat. Keyingi safar ko'rishamiz.